Assalomu alaykum Sultanov Motors obunachilari. Bugun bizning sahifada yangicha narx, yangicha aksiyalar X90 Plus avtomashinamizga videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Jetur X90 Plus avtomashinamiz bundan oldin 462 million so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda esa siz 20 milliondan boshlab 90 milliongacha chegirmasiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Bo'lishi shundaki, siz to'lov turingizga qarab biz sizga chegirmasini qilib beramiz. Undan tashqari bonuslarni ham qilib beramiz. Ya'ni to'lov turlariga kelsak agar, rastrojka, kredit, naqd pul asosida xarid qilishingizga bog'liq. Chegirmasi o'shanga qarab sizga belgilab beriladi. Masalan, siz 2 yilga bo'lib to'lashga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, lekin qo'lingizda yarim pul bo'lmasa agar, 30% bilan xarid qilsangiz 20 million chegirma qilinadi. Yana bonusiga sizga juda ham qulay narsalar sovg'a qilinadi. Qulay narsalarga keladigan narsa bu parok, polik, radiator zashti va gaz propan o'rnatib beriladi. Undan tashqari siz teng yarim to'lov qilsangiz agar, avtomashina narxidan 40 million so'm chegirma qilib beriladi. Yana o'sha aytilgan bonuslar hammasi qo'shib beriladi. Siz naqd pul yoki kreditda xarid qilmoqchi bo'lsangiz agar, narxidan 90 million chegirma qilib beriladi. Mashina obzorini ko'rmoqchi bo'lganlar uchun qani ketdik. Avtomashinamiz old ko'rinishiga kelsak agar, bilet optika faralari bilan yana 3D matrica blitzovkalar bilan jihozlangan. Diskalariga kelsak agar, 20 dyumli kovanli diskalar 255 ga 45 GT Comfort shinalarida keladi. Avtomashinamiz salon ichki qismiga kelsak agar, to'liq napakoja, undan tashqari sidenlari perforatsionniy, torpedkalari esa mягкий plastikdan, undan tashqari yana akvaprintdan ishlov berilgan. Monitoriga kelsak agar, splashnoy monitorimiz ikkalasi 16 dyumli monitorlar. Rulimiz Mers rul, lepistoklari bor. Yana 3-monitori ham bor mashinada. 3-monitor klimat kontrolli monitori, displey monitor, sifrovoy tablo. Sensorli rullar aytgancha bemalol sensorda ishlatishingiz mumkin. O'zingizning displey monitoringizni, беспроводной зарядник, joystick va скорость управления ham mexanika, ham avtomatga o'tkazsangiz bo'ladi. Parkovka elektronniy, avto hold, 360 gradus kamera, undan tashqari tog'dan tushish tizimi, yana monitorni bu yerdan upravleniyasi ham bor, joystickdan. Pultlarga kelsak agar, железный pultlar, bar холодильник, sovutish tizimlari bilan birga, konditsionerni qo'shsalaringiz agar, barga o'zi qo'shiladi. Avtomashinamiz tom qismiga kelsak agar, 1,5 metrlik katta panorama lyukka ega. Освещенияsiga kelsak, nafaqat salon ichki освещенияsi, undan tashqari koziroklarda ham mavjud. Ochkini qo'yish joylari ham bor. Undan tashqari ana bu orqa kuzatuv oynasining orqa tomonida video registrator, mashinada o'zining zavodskoy video registratori bor. Video registrator uchun fleshka qo'yish joylarigacha jihozlangan. Klimat kontrol monitoriga kelsak agar, sidenlarimizni sovutish, isitish tizimlari mavjud. Undan tashqari rejimlariga kelsak agar, sport, normal va eco bilan jihozlangan. Avtomashinamiz ichki qismi, ya'ni konditsionerga kelsak agar, e'tibor berishlaringiz mumkin, salon ichki qismini tozalash tizimlarigacha jihozlangan. Shofyor sideniyasiga kelsak agar, 3 xil xotira tizimi ham mavjud. Salonimizning orqa qismiga kelsak agar, juda ham keng, undan tashqari orqa deflektorlari, USB yomkost portlarigacha jihozlangan. Yana barlarga kelsak agar, barlari ham juda ham qulay. Undan tashqari uzoq yo'lga haydab ketayotganingizda, ya'ni tog'gami yoki cho'lgami dam olishga ketyapsizlarmi, bemalol orqadagi odam oldinga, orqaga sidenlarni surib, yana yotib ketishi ham mumkin. Bu juda ham qulay komfortni yaratib beradi. Ko'p kishi beradigan savolga javob bermoqchiman. Bu avtomashinaning gabariti qaysi turdagi mashina bilan solishtirsa bo'ladi? Sizlarga aytib o'taman. Birinchisi Kia Sorento, ikkinchisi esa Hyundai Santa Fe. Ulardan bir qarich kattaroq, uzunroq. Keyin bagaj qismiga kelsak agar, bagaj ob'yomimiz 3-chi qator yotqizilgan holatda 500 litr ob'yom bagajni tashkil etadi. Undan tashqari yana 2-chi qatorni yotqizsalaringiz agar 2000 litr ob'yom bagajga ega bo'lasiz. Mashinamiz bagaji oyoqda ham ochiladi, pultdan ham ochiladi, salon ichki knopkasidan ham ochiladi. Detskiy rejimlariga kelsak agar, xavfsizlik jihatdan 5 yulduzli avtomashinamiz. Bagaji, oynalari, yana lyuklarigacha qismaydi. Bemalol bolalaringizdan xotirjam bo'lishlaringiz mumkin. Aytgancha, trading xizmatimizdan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni haydab yurgan mashinangiz bo'lsa, kelib bizga topshirasizlar va yangi mashinani 1 soatda o'z nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Batafsil ma'lumot uchun pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz va shunaqa videolarni kuzatib borishda bizning sahifamizda davom etinglar.